Assalomu alaykum obunachilarimiz, qalaysizlar? Samarqanddan kelib yana Darvoza Omoch bilan batmiz. Hozir bitta qoladi, tugaydi. Mana bu yerda ham Darvoza o'rnatgandik, shuni orqasidan ham mana oldik. Xo'p, ushbu videoda qo'shimga bitta videoda ko'rish sababchi bo'ldim, narog'i biroz asabiylashga to'g'ri keldi. Sabab nimaga? O'zlaring yaxshi bilasizlar, biz Atirgul degan Darvoza chiqargandik. Reklama qilib ko'chaga qo'yganmiz ham. Lekin ayrim hamkasblarimiz hurmatsizlik qilyapti, to'g'risini aytaman. Yana video qilib turib, biz qildik degan mazmunda qilyapti. Mayli, senga qilsin, rasmga olsin, hech qanday mualliflik huquq da'vo qilmaymiz, lekin menimcha qilmagan ishni qildi deyish va uning orqasidan zakaz olish menimcha to'g'ri kelmasa kerak deb o'ylayman. Qanday darajada halol yoki harom bilmayman, lekin shuni yaxshi bilamanki, bizga nisbatan bu hurmatsizlik deb bilaman. Mayli ko'rsating, sen qilma. Hammani ham o'ziga yarasha obunachisi bor, o'zini mijozlari bor. Mana bu to'g'risini qila olamiz deb ko'rsatinglar, qarshi emasman. Mana ochiq video qilishga to'g'ri kelyapti. Kimdir do'stdir, balki dushmandir, meni yaxshi taniysiz bizni. Lekin mana bemalol kanallarimizga kuzatinglar, birovning videosini biror marta qo'ymaymiz. Katalog sifatida, rasm sifatida mana buni qila olamiz deb qo'yishimiz mumkin. Lekin na YouTube'da, na Instagram, na TikTok'da birovning, ya'ni birovning deganda o'zimizdan boshqa ustalarni mehnatini qo'ymaymiz. Qildik deb ayniqsa. Nechtasi aytsa ham mana hurmat saqlagan holda qo'ymaymiz. Shuning uchun ayrim hamkasblar sizni salohiyatingizga hech qanday shikoyatim yoki salbiy fikrim yo'q. Balki ustadirsiz, balki oldamasdirsiz, balki ot yurgandirsiz. O'zingiz bilasiz, tepada o'zingiz javob berasiz. Lekin bunaqa hurmatsizlik ko'rsatmanglar. Bor gapim shu. Iltimos, agar yana takrorlab yana kimdadir ko'radigan bo'lsam, vijdonsizlik qiladigan bo'lsalaring yoki shunga o'rganib qolgan bo'lsalaring, endi bu Alloh taolada. Lekin keyingi safar ko'rib qoladigan bo'lsak videongizda kimdir akandirsiz, ukadirsiz, xafa bo'lish yo'q. Albatta tek qilib turib, obunachilarimiz oldida kerak bo'lsa tarkib toqaman, kerak bo'lsa o'shani rekord olib chiqamiz o'sha videoda. Mana shularga ishonmaslikni nima qilaman? Chunki boshidayoq yolg'on gapiryaptimi u? Balki zo'r ustadir, lekin aldash baribir to'g'ri emas. Shuning uchun biz aldamaslikka harakat qilamiz, beparvardigor. Lekin har holda hurmatsizlik ko'rsatmayapmiz hamkasblarimizga nisbatan deb o'ylayman. Obunachilarimizga ham, bizni kuzatayotganlarga ham bemalol mana kanalimni kuzating, raqamli aloqaga chiqing. Xudo xolisa nima savollaringiz bo'lsa javob berishga tayyormiz. Ishlab chiqarish seximizda ham ko'rsatishga, ofisimizda ham ko'rsatishga va o'rnatgan darvozalarimizgacha olib borib ko'rsata olishga aqlimiz yetadi. Ba'zi bir kamchiliklarimiz bordir, lekin albatta uning ustida ishlayapmiz, to'g'rilashga harakat qilyapmiz. Beparvardigor deganday to'g'rilashga harakat qilyapmiz xullas aybimizni. Har holda izlanishdamiz. Kimgadir og'irligimiz tushgan yo'q, yoki kimgadir xalaqit berganimiz yo'q. Shuning uchun iltimos qilardim. Yolg'on gapirishni, ayniqsa hurmatsizlik ko'rsatish menimcha to'g'ri emas. Hamkorlikka chiqaringlar. Biz ham tushunmaganimizni kimlardan so'rayapmiz. Hech qanday aslik yoki ustalikda da'vo qilmaymiz. Borib o'rganyapmiz, izlanyapmiz. To'xtaganimiz yo'q izlanishdan. Bunchalik noinsoflik deb o'ylayman. Tayyorga ayyor bo'lish. Uning orqasidan zakaz qilish, qaysi vijdon bilan olyapsiz bilmadim. Lekin bu to'g'ri emas. Mayli, obunachilarimiz, sizlarga yaxshi kayfiyat tilayman. Bizga bog'liq qanaqadir savollaring bo'lsa, iloji bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. Iloji bo'lsa shu savollaringizga javob topishga harakat qilamiz. Endi bundan bu yoqda ochiq syomka qilib, ochiq ko'rsatishni boshlaymiz. Doim tayyor narsalarimizni ko'rsatdik, qilayotgan ishlarimizni. Endi bundan bu yoqda orttirgan tajribalarimiz bo'lmasa, tajribali ustalardan nimanidir olib turib sizlarga o'rgatishda harakatlarni qilamiz. Omadingni bersin.